vaqt ketadi undan Albatta. o'sha asta-astalik bilan o'sha o'zingiz xohlagan sellik keltira olasiz. Formasiga solish kerak-da sochni ham. Ha. Formasiga endi soldik, qo'ldan kelgancha harakat qildim. Endi buni ham hozir ukladka qilish kerak edi. Endi ukladkani olib tashlab qildim hozir. Endi vaqt ancha u ketganligi uchun tezroq qilib Lekin natijasi aka birdan bilingan o'sha misol uchun boshda olingan soch bilan solishtirganda bu soch ham chiroyli turibdi, ham juda bir o'sha ko'zga tashlangan, rosa ham mahoratingizga qoyil aka. Endi bu hozir formasida turibdi-da endi. Formadan keyin sal yana 2 haftadan keyin kelsalar yana bir chiroyli qilib formaga solib o'sish anaqasini nazorat qilib borish kerak. O'shanda chiroyli o'sadi ham. Demak, nafaqat sochni olishni, balki o'sishni ham nazorat qilish kerak bo'ladi. Ha, tushunarli. O'sishga ham katta ahamiyat berish kerak. Qanaqa o'sadi. Demak, Abbos aka, sizga kattakon rahmat aytib qolaman. Yordamingizdan o'sha oldingizga olib, qisqa vaqt bo'lsa ham men siz shogirdingiz bo'lgandan juda xursandman albatta. Buning uchun kattakon rahmat aytib qolaman aka. Ishlaringiz rivoj, kattakon rahmat. Bo'ldi, zo'r.